Kelajakda sun'iy intellekt ashulachilarni o'rnini egallaydimi? Hozir bilan buni sun'iy intellekt orqali bitta ashula yaratib ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz birinchi o'rinda Brave AI degan sun'iy intellektga kirib olamiz va kirganimizdan keyin Sozdать свой первый трек degan knopkani bosamiz. II generatorni bosib, promptimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Promptni ChatGPT orqali generatsiya qilib yuboramiz. Xo'p, birinchi so'ragan promptimizni o'zbek tilida yozib berdi, keyin undan so'radim Brave AI o'zbek tilida ham prompt yozib bera oladimi desam, yo'q, o'zbek tilida yoza oladi, lekin ingliz tilidagi promptlarni eng yaxshi tushunadi deyapti va ingliz tilida prompt yozib beryapti. Va so'rovman, promptni to'liq ingliz tilida yoz va so'zlarni o'zbek tilida bo'lsin. Ketdi, mana shu promptni olamiz va uni generatsiya muzikaga kirib, описание песниga boyagi tekstimizni tashlaymiz. Hop, generatsiya boshlandi. 30 sekunddan 3 minutgacha deyapti. Bizga endi ikkita versiyada yasab beribdi. Eshitib ko'ramiz. Akılda milyar klub diman, yurakda o diman, tabassum baxt keltiradi har lahzada. O'zinglar eshitdinglar, sun'iy intellekt kelajakda rivojlanib ketsa, qo'shiqchilarni o'rnini egallaydimi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring.